Hammaga assalomu alaykum. Britaniyaning London shahridan yaxshi bir e'lon. O'zbekistondan Hasanxon Yahyo domla Al-Xorazmiy Community Center'ga o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz bilan ko'rishish, taroveh namozlarini, hayit namozlarini o'qish uchun tashrif buyurdilar. Shuning uchun bugun mana bu ko'rsatilgan manzillarga Britaniyada yashab yurgan yurtdoshlarimizni taklif qilamiz. Kelinglar. Andijonlik povurlar tomonidan juda chiroyli oshlar damlanyapti va domlamizning ma'ruzasi bo'ladi. Taroveh namozlarini birga o'qiymiz. Shunaqa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Al-Xorazmiy Community Center, ya'ni o'zbeklar tomonidan tashkil qilingan markazda Telegram kanali bor. Shu Telegram kanalga a'zo bo'lib oling. Bu yerdagi barcha Britaniyadagi o'zbeklar tomonidan tashkil qilinayotgan bayram tadbirlari, har xil uchrashuvlardan xabardor bo'lib turasiz. Shu Telegram kanalga a'zo bo'lib oling. Salomat bo'lasizlar.